Hürmetli televizyon ko'ruvchilar, biz bu haqda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limi mas'uli Munavvar o'z Uyg'ur xonim bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oldin ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Men sizlarga rahmat aytaman. Munavvar xonim, siz bu Sharq Turkistonlik Uyg'ur o'smirlarimizni buningga yetakchilik qilib 12-iyundan 15-iyungacha Turkiya poytaxti Anqarada bir qator ziyoratlarda bo'ldinglar. Siz bolalarning tarbiyalanishida bo'lsin, shu boshdan oxiri yetaklab kelyapsiz. Bundan ilgari nurg'un programmalarga shunday qatnashtirib kelyapsiz. Bu qatimqi ziyoratinglar haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz aldi bilan. Bo'ldi. Biz buni 12-iyundan 15-iyungacha Anqaraga ziyoratı bulduk. Biz bu ziyoratni aslında 2 yil oldindan boshlabla planlagandik. Allah bu yil nasib qildi. O'tgan oldingi yillar ba'zi bir sabablar bilan amalga oshira olmagandik. Bunaqki ziyoratimizda biz bolalarimiz bilan birlikda shu nimaninki Turkiya hukumatiningki muhim o'rinlardagi rahbarlarimizga Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz, bu yerga kelgan qarindoshlarimiz uchun qilgan barliq bir yaxshiliklar uchun tashakkur bildirish, ularga bir salom berish, ya'ni kichik bolalarimiz orqali salom berish. Shuning bilan birga hozirda bizda mavjud bo'layotgan ba'zi masalalarimiz, ya'ni ba'zi qiyinchiliklarimiz haqida ma'lumot berish maqsadida yerga borgandik. Bunun bilan birga yana Anqaraninki Qozon belediyesi, Qozon shaharlik hukumatiningki rahbarlari bizni Turkiston kechasi munosabati bilan bir programmaga da'vat qilgan, ya'ni chaqirgandi. Hamda bu faoliyat bilan birlikda bu nimaga da'vatga ijobat qilgan bo'ldik. Bu yerda bir kecha Turkistonliklarningki hozirgi hayotini, bolalarimizning programmalari, duolari, Qur'onlar orqali anglatgan bo'ldik. Bu faaliyetimizde mesela bizim oylagan maqsadimiz, yani aldı bilan arzu qilgan oylagan maqsadimizga asosan yetdik deb o'ylayman. Allohning bunday bir yaxshi fursatga muyassar qilganligi uchun Alloh hamdulillah bo'lsin. Xo'sh, endi siz ilgirki programmalardami bundan boshqa har yili har xil faoliyatlarga tashkillab kelyapsiz bolalarni. Siz kimdir shunday faoliyatlarniki da'voyimizga qanday yaxshi ijobiy ta'sirlar bo'ldi deb qaraysizmi shunday faoliyatlarniki? Albatta bunun çok ijobiy roli bo'ladi. Chunki bizning davarimiz haq, yani Sharq Turkiston davarimiz haq. Har qanday yerda bu davarimizni qilishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydiki, ya'ni mazlumga yordam qilmasang mazlumning dardini anglat degan. Bizning Turkistondagi zulm ko'rayotgan qarindoshlarimizga, ya ularning bu zulmning davom bo'lib chet ellarda sarson bo'lib yurayotgan qarindoshlarımizga boshqa cho'ng bir jihatda yordam qilolmasakmi, biz aşağıda, yani Xitoyning turli zulmlari ostida, yani bu tashviqotni bostirishlar ostida zulm ko'rayotgan qarindoshlarımizning ahvozlarini anglatishimiz kerak. Bu har bir Sharq Turkistonlik musulmonningki bo'ynidagi majburiyat deb qarayman men buni. Chunki biz ularning zulmini anglatmasak, her zaman biz haqli turib haqsiz durumga tushib qolamiz. Bu Xitoy kafirlari, yani Xitoylar diktatorlari o'zining qilayotgan zulmini haqli ko'rsatish uchun mayli pul xarajlash orqali yoki boshqa siyosiy diplomatik munosabatlar orqali dunyoning har qanday yerida bizni haqsiz o'ringa tushirib qo'yishga tirishyapti. Biz o'zimizning beshimizdan kechirgan dardlarimizni, Sharq Turkistonda bo'layotgan inson qalbidan chiqqan bu vahshiyona qiynashlarni, zulmlarni biz insonlarga anglatmasak, yani biz zulm ko'rib turib, yani haqiqiy bir zulm ko'rgan inson emas, balki yana yo'lsizlik qilgan bir inson durumuga, ahvoliga tushib qolamiz. Buning uchun biz har yerda o'zimizning dardini anglatishimiz, o'zimizning mavjudligini ko'rsatishimiz, o'zimizning nima uchun, yani bu zulmga qolganligimiz va nima uchun chet ellarda bunday sarson bo'lib yurayotganligimiz, chet elga chiqish maqsadimizning bizning faqat hijrat ekanligi, herkesni qo'saq beqish uchun yoki yashash yoki o'ynab ko'nglimizni ichish uchun emasligi, faqat zulmning sababidan chet elga chiqqanligimizni bularni anglatishimiz va aşağıdaki qarindoshlarimizni azroq bo'lsin bir nafas olish uchun xalqarada bizga bir hech bo'lmaganda destek, yani qo'llashni qo'lga keltirish uchun nihoyatda muhim roli bor deb o'ylayman. Bu faqat biz qilyapmiz, ammo bizim qilayotgan ishlarimiz cheklik. Buni men dunyo miqyosining har qanday yerda yashayotgan Sharqiy Turkistonlik, o'zi Sharq Turkistonlik deb atagan har bir odamning bu da'voda qo'lidan kelishicha tashviqot yoki qo'lidan kelishicha shu tunutish, qo'ldan kelishicha shunday anglatish faoliyatini olib berishini umid qilaman.
Hürmetli Minar Hanım, nəhayət yaxşı eçbədiniz və dünyanın arqa şeylərdəki Şərq Türkistanlıq, özünü Şərq Türkistanlıq deyə qaraydigan kişilərin nima qilish kerakligiga biraz bir nida qilgan bo'ldingiz. Hamda siz uzun yillardan buyon bu xizmatlarni qilib kelyapsiz. Bundan keyin yana qanday planlaringiz bor, qanday qilishimiz kerak? Masalan, Uyg'urlar orqasi joylarda yashayotgan. Albatta siz buning natijasini ko'rgandan keyin o'zingizni amaliy qilib bu xizmat jarayonida natijasini ko'rgandan keyin bunday xitoblarni qilyapsiz albatta. Bundan keyin yana qanday xizmatlarni qilmoqchi? Biz bu fəaliyyətlərini elib veriş cəryanında mən bir yaxdan fəaliyyət elib veriş bilən birgən, bir yaxdan özümdən kəsbi bolğan müxabirlik, yəni muxbirlik kəsbim bilən şunu küstüb kelyapman ki, bizə Türkiyədə bulubmu özümüzün davasını qilishda intayin kən bir şəraitlər var ekan. Əgər biz şu bizə təqdim qılınğan imkanlar, şəraitlərdən faydalansak, biz eğer umumiyizlik müşi davetimizni kanat yaydırışqa her cihetten kol çıkarsak biz nurgun işlerini kılıyor teleyimiz ki. Bizim hazır bir işlerimizin ilgili tapmaslığı herkesin bizge imkan yoksuğundan emez. Biz özümüzden bununla hazır bu olamağanlığımız. Şurada Türkistan davasının hak işgalliğini hemimiz bilimiz. Kılışımız kirekliğini hemimiz bilimiz. Lakin nereden başlayıp kandak kılış doğruluk biz oturup başka duruşumuz ve kulumuzga sunulgan her kandak imkandan en yaxşı şekilde paylaşmamız gerek. Bunun da mesela yeni en mühim bir mesele şu ki biz birleşmemiz gerek. Yani o dernek, bu cemiyet, o kulüp, bu vakıf degandek. Yani özümüz kılıvatkan işini doğru emez. Biz ortak bir nişanda birleşmemiz gerek. Çünkü Xitay bizge zulüm kılıvatkan vakitimizde bizim parça zulüm kılmayıvatıdı. Umumiyizlik millet buluş sıfatımızla zulüm kılıvatıdı ve umumiyizlik Şərqi Türkistanlıq bir Müslüman buluş sıfatımızla zulüm kılıvatıdı. Biz bolsak öz aldığımızga A grup, ma cemaat, A teşkilat, ma vakıf deb ayırıvatımız. Emniyette biz hemimiz bir koldan, bir yandan kol, bir yakıdan baş çıkarsak, bizge Türkiye hükümetinde sunulvatkan bu imkanlarda hazır kılatkan işimizden neçe 10 hassa katlayacak işler kılalayımız. Biz hazır mesela Cumhurbaşkanlığı saraylarına girdik. Onun aldıda ben işkep düşeceğim. Aldıda ben mecliske bağlandım. Yani başbakanlıklarla görüşüp bizim inkaslarımız yetkisi imkanı iyi bağlandım. Fakat ikinci katımı. Yani biz uyaya bağlandıkken şunu çok reis kıldım ki biz onların işini çekken vaktimizde hiçbir adam bu işten kirme. Sen bu gapni qilma, bu davanı deme, bu haqda sözleme deydigan bir adam yok. Belki yapıqlı holatda Cumhurbaşkanlığına kirgan adam, yani men bo'lishim mumkin. Lekin shunda bizga keng imkon bor ekanki, biz o'zimiz agar birlikda bir yoqdan bosh chiqara oladigan bo'lsak, nurg'un ishlarni qilamiz. Men hozir shuni o'ylayapman, inshaalloh nurg'un planlarim bor meningki. Alloh xolasa shu planlarimga nurg'un qarindoshlarimizning destek bilishini, fikr jihatdan ishtirok bildirishini biz hem yaşlarımız arkalık, hem ösmürlerimiz arkalık, hem bizim ayarlarımız arkalık, hem bütün Türkistan'daki cemaat ulaş arkalık bu davanı ortak kılışımız gerek. Bu dava az kısım, bir kısımdaki ya dinde okuyan ya ki bu dava yolunda vatandan çıkıp dava kılatkan bir kısım insanların davası emez. Hemimizin davası. Çünkü kıyamet günü hemimiz cevap verimiz. Eğer biz bir şeyge saksalamet çıkıvagan olsak, biz müşahede kenkuşadı bir hayat yaşavatkan bolsak, vatandaki Şərqi Türkistanlı qarındaşlarımız şu zulümni görüvatkan bolsa, bu herkes bizim aziz bulup kalıp bu qarındaşlarımızın har bulup qalğanlığından emas, Allah'ın imtihanı. Bu imtihanı meyli kubul kılaylı, meyli kubul kılmaylı bütün hemimiz birimiz. Eğer bu dünyada, hayatımızda bunun mecburiyetini ada kılmışsak, mahşer günde bizim halimiz bek perişan bulurdu. Bunun için ben oylayman ki her bir katım, her birimiz bu haqda qattiq bir o'ylanishimiz kerak. Har birimiz qanday qilsak birlashimiz, qanday qilsak bu zulmni anglatamiz, qanday qilsak hozirgi holimizni yaxshilaymiz, qanday qilsak shu majlislarga biz kirib o'zimizning davosini qila olamiz deb o'ylashimiz kerak. Bu 50-60 yıldan beri Türkiye'de o kadar çok Uygur yaşayıp etdi. Şu 268 kişilik mecliste bir adımımız yok ki. Niçin bizden yok? Ben onu okuyucularıma dedim. Muşi mecliste başbakanlık orunda mecliste silah buluşlar dedim. Çünkü biz buluşmamız gerek. Biz davarımızı aşında anlatışımız gerek. Yani bunun için hemimiz gayret gösterişimiz gerek. Biz fakat kosak doyğuzdan alet çıkıp kalmasımız gerek. Eğer kosak doyğuz için çıkamazsak memleketimizde toyu atarsa hiç kim aç kalmagan. Ben bunu qarindoshlarimizga bu şekilde müracaat qilishni umid qilaman.
Allah subhanahu taala yaxşı niyetlerimizi yetkizganга yordam qildiganligiga ham ishonman. Gap o'zimizning irodasi, gap o'zimizning niyati, gap o'zimizning g'ayratida qoldi. Xo'sh. Oxirida bir savol bilan tugtayman. Mushu qatimqi ziyoratimi majlisni ziyorat qilgan vaqtida shu yerdagi majlisni tushuntiruvchilarning o'quvchi bolalarga qandaq millat vakillarining qandaq saylanganligini va shu o'quvchilarning islam masalan kelgusida yaxshi o'qisanglar kelgusida shunday millat vakillari, ministr, bu bularla islar deganda gaplarni qilib tushuntirganligini angladim men. Buni bolalar anglagandan keyin bolalarda qandaq kayfiyat bo'ldi? Siz ham shu so'rinda birga bo'ldingiz bolalar bilan. Shu fikringizni aytmoqsam. Bolalar anglagandan keyin undan keyin biz majlisninki bir ayrım nimesi kabul kıldık. Meclisin baş sekreteri yani bizden kabul kılgandan keyin bizden balalarımızdan sen nime bulsa da sorğanda bergen cevapları balalarının nime oylaganlığını ayeti yaxşı oturup koydu. Ben Şərqi Türkistan'dan başbakan oluman. Ben uçquşçu buluman. Ben asker buluman. Ben general buluman. Ben Şərqi Türkistan'ın alimi buluman. Ben Şərqi Türkistan'ın harbiy kumandanı buluman. Hemmesi bu kadar yuqur gayre cevap verdi. Demek ki biz balalarımızdan ki nazar dairesini etişimiz ve balalarımızga düşündürüşümüz gerek. Bizden nurgun qarindaşlarımız vatanda dinni okuyanmaganlık için balalarını çıkıp bir yerde fakat dinni terbiyeye berip fen okutuşunu kayırıp koyuyordu. Bazı ziyalılarımız balalarımızı fende okuyordu ve dinni seviyesini yetiştirişke, terbiyeleşke sel karavadı. Biz her ikisini kılışımız gerek. Çünkü Allah subhanahu taala bu yeryüzünü Müslümanların yani yaşaydıgan ve ulan hükümranlığı kılıp buysundurup verdi. Biz Müslüman işkemiz, dava kıldık işkemiz fakat adli bir Müslüman aldığımız emez, Müslümanların rehberi buluşumuz gerek. Çünkü yeryüzü biz Müslümanların. Allah subhanahu taala bizi bergenken, bizge o akılını, bu fikrini, bu zihniyetini bergenken biz onu çok yaxşı paylaşmamız gerek. İnşallah bizden bu şu ballarımız ve bunun oxşagan ballarımızın kelgüsüde yani sahabeladek, Salahiddin Eyyubuladek, Fatih Sultan Mehmet'lerdek insanların çıkıdığanlıqını ve bizden Şərqi Türkistan'ın dahilerinin izini basıdığanlıqıga işinime. Maşallah. Köptün köp rahmetine ait yaxşı. Sizge köp rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun.